Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan ichkarida ozgina video qildik. Hozir giyohlarga keldingizmi? Ha, giyohlarga yana yozib berdilar. Qo'shimcha bu butkul tuzalib ketishlari uchun. Xudo xolasa mana shu lecheniyadan keyin qutalar ekanmiz. Xudo xolasa inshaalloh sababini qilishga imkon qadar harakat qilamiz. Klinikamizga nisbatan, giyohlarimizga nisbatan, qo'polroq aytganda, bizga nisbatan negativligi nima degan fikr bildirardingiz. Endi Murod Shifo ham Xudo emas, avvalambor Alloh sababini kimgadir yo'naltirib qo'yadi. Onamda hiqildoqda saraton deb aytilgan. Kelganlarda qanaqa edi holatlari? Endi men o'zim o'qituvchiman, ta'lim sohasida ishlayman. Umuman bunaqa eskicha tabobatni men uncha mensimasdim, ishonmasdim hattoki. Shamollaganga bo'ladi bular, bu rakni qanaqa davolaydi deb o'ylaganman. Lekin birinchi shu oldin kelganda ayniqsa mana ularni ko'rib, endi o'sha rasmida endi shu shifo bersin-da, shular sababchi bo'lsin deb astoydil qildilar-da onam uchun. Necha oy ishdilar? Bu yerda 10-15 kun yotgan bo'lsalar, uyda 1,5 oy uyga olib ketgan ichildi-da. Bu dorilar shunaqa ekan, bitta bu narsa emas, boshqa joylarga ham foyda qiladi. 100% tabiiyda bular. Bir oy deganda ovozlari chiqdi. Ovoz umuman yo'q edi. Ungacha o'zingizda qanaqa tuyg'ular bo'ldi? Ungacha o'zimizda bu bo'larmikin, natija yo'qmikin, umidimizni Tavakkal faqat Allohga berding-a? Tavakkal qilib mana shu YouTubedan aylanay. YouTube yaxshi narsa ekan. Albatta. Chunki YouTube'da ko'rib qoldik-da buni. Keyin bir amakimiz bor, Hoji akam. Men o'zi Hoji aka shu bizga shuni tavsiya qilib, shu adresni berib yuborganlar. Katta rahmat ularga ham. Qaranglar, bu dorilar aptekaning dorilaridan ancha arzonda. Buni men Kimni shu kasalliklar bo'yicha? Kasalliklar bo'yicha. Masalan, onkologiyaga bordik, tekshiruvlarning o'zi 8 million, 9 million bo'lib ketgan ekan. 2,5 millionga dori olib ketganmiz bu yerdan. Endi tugadi, mana yana keldik. Hozir yana olsak 1 million, 1,5 millionga olamiz-da. Aptekaga oddiy gripp bo'lib kirgan odamlar ham 1 milliondan ortiq ketyapti. Onam agar tuzalib, men o'zim tirik guvoh bo'lmaganimda, masalan, tabobatni yo sizlarning reklamasida qatnashmagan bo'lardim yo reklama deb hisoblamayman hozir buni. Albatta. Sizni gapirayotgan so'zlaringiz manfaatli bo'lish uchun keltiryapmiz-da bu kadrlarni. Men nima uchun hozir sizga mayli deb yuz teskari urmadim, chunki bizga o'xshab qiynalib yurgan mana shu tashxisdagi umidsizlikka tushib qolgan fuqarolarimiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rsa, mana shu dorilarni ichib tuzalishi mumkin ekan. Buni tuzalmas kasallik emas ekan saraton. Albatta. Buni sababini yaxshilab qiladigan bo'lsa, o'simliklar, giyohlar, Xudo o'z shifosini yaratgan ekan. Ayniqsa mana shu klinika eng joyi ekan deb hisoblayman. Boshqa turdagi kasalliklarga ham mana shifo topganlar o'tiribdi. Biz bu yerga kelib turib shu Murod shifoga shu Murod Najot shifo ham deb qo'shib qo'ysalar ham bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Sog' bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Akamizga bitta like bosib qo'ysalar, onaxonim Xudo xolasa shifo topdilar. Iminni o'zlarida tekshirtirib keldilar, o'zlarini lor vrachlari va onkologiyada tekshirtirdilar. Albatta qilindi. Bu narsani o'zingizning oilaviy farzandlari bilan birgalikda ko'rib bording-a? Manzil va lokatsiyalarni so'rayni, imkon qadar tashlab berishga harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin aka, sog' bo'ling. Xo'p.